Assalomu alaykum Blackcraft obunachilari, tuzumizlar charchab qolmayapsizlarmi? Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, поддержка uchun от души respekt. Bitta like bosib, gapimni yerda qoldirmasdan komment yozayotgan aka-ukalarimiz uchun от души respekt. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaysizlar. 2026-yilda menimcha kumush knopkani olish uchun harakat qilamiz. Sizlardan bitta like komment yozib qolamiz. Hatyobi assalomu alaykum yoki bo'lmasa ko'rsatayotgan mashinalar narxi bo'yicha yoki bo'lmasa qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kommentariy yozinglar yoki bo'lmasa telefon qilsanglar, qo'ldan kelgancha 5 yillik tajribadan kelib chiqib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Bugungi videomiz asosan har doimgidek shu narxlar, skidkalar, bonuslar haqida gaplashamiz. Qimmat mashinalar, arzon mashinalar nima, qanaqa videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa zo'r video bo'ladi degan umiddaman. Bitta like bosib, xudo xolasa komment yozasizlar degan umiddaman. Men bo'lsa operatordan kamerani yaqinroq olib videoni davom ettiraman. Xo'p, okajonlarim, men sizlarga birinchi hozirgi kunda sotuvi zo'r bo'layotgan elektromobil haqida ko'rsatib o'tmoqchiman. BYD C-Line 06. Hozirgi kunda rostdan sotuvi zo'r bo'lyapti. Uje bundan buyog'i Champion, Song Plus, ya'ni degan modellarning o'rniga BYD C-Line 06, 07, 08 lar chiqadi deyapti. Xudo xolasa, bular ham smartga o'xshab aqlli kameralar bilan jihozlangan. 540 kameraga ishlayapti. Mana ichki dizaynlari. Hop, qora kojinning ichlari har xil rangida bo'ladi endi. Men kimgadir seriya, kimgadir qora, menimcha bizda asosan qora rang yaxshi sotuvi bor. Xolodilniklari ham bor mana, kimdir mana sekin. Yozgi kunida 05 Red Bull bu narsani shunday qo'yib, sovutib bemalol maza qilib ichsanglar bo'ladi. Sovuq kunlarda ham isitish uchun foydalansanglar bo'ladi. Orqa dizaynlari ham mana ko'ryapsizlar, ancha keng. Orqa ko'rinishlari. Logosi yonadigani, hozir men sizlarga logosini ham ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasi bo'yicha, narxi bo'yicha batafsilroq ma'lumot berganman. Hozir bitta to'liq obzor qilaman hammasini, oxirida narxini aytib o'taman. Hop, bu tarafda Voya Free restyling varianti ham chiqdi, lekin chiqishiga qaramasdan baribir sotuvi zo'r bo'lyapti. Chunki buni oldi basharasi BMW dizayndan olinganligi uchun mana oldilari ancha derski. Hop, keyingilari mana bu tarafda off-roadingga qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun. Bu mashinadan tegi bor. Ya'ni biz har doim tegi bor deb aytamiz, chunki bizda patogi bor. Hammasi mashinalarning o'zining o'rni bor, tugashi bilan o'rniga o'rin almashtirib qo'yamiz. Juda ko'pchilik aytadi, aka, mashinalar o'zi sotiladimi, yo'qmi deb aytibdi. Yo'q, akalar, bular o'rin-o'rin alishadi. O'zining joyi bor, hammasi dizayniy jihatdan joylashtirilgan, o'zining qatorlari bor. Bu tarafda mana Rockstar 01larimiz. Buni ham 2025-yilda sotuvi juda ham zo'r bo'ldi. Hozir ham misolchi yomon emas. O'zbekiston bo'yicha hatto ko'ryapsizlarki 99%lari bizning mashinalar. Hozircha oq rangi mokre ranglardan qolgan. Rockstarlarimiz kelish sal kechikyapti, ya'ni fullini juda ko'p klientlar so'rayapti, biz qilib bera olmayapmiz. Mana bu faqat zapaskasiz varianti. Atak bu ham nicho. Ancha chiroyli turadi, mana ko'ryapsizlar. Hop, Rockstarlarimizni qisqacha tafsilotlarini aytadigan bo'lsam, to'liq zaryadka bilan 260 km ko'rsatgan. Hamda o'zingiz uchun bosinglar bo'ladi. O'zimizning jaydari tilda aytadigan bo'lsam, to'liq zaryadka bilan 260 km, polniy bak bilan 70 litr bilan 1200 km masofa bosib o'tadi. Off-roadning har xil rejimlari bor. Yanada batafsilroq ma'lumotlar uchun bemalol Telegramdan yozsanglar, yanada batafsil qo'shimcha videolarni tashlashga harakat qilaman. Bu tarafda o'shani seriya rangidan bor. Hop, keyingi avtomobilimiz Dipal SL09. Hozirgi kunda buni ham sotuvi juda ham zo'r bo'lyapti. Lini raqobatdoshi devorudi boshida, lekin to'g'risini aytaman, bilasizlar, menda bunaqa o'zim mashinamni sotish yo nimadir maqsad emas, unchalik mas'ul, lekin puliga eng zo'r mashinalardan biri. Ichlari hozir mana oranjiy svetda ko'ryapsizlar, apelsinoviy, xolodilnik, head-up display, oldida ham, orqada ham sovutish, isitish, massaj, elektronniy porog.
ko'ryapsizlar, kirib ketadi, chiqadi. Hop. Tepalarda monitorlari, hop, 3-qator, xullas, zo'r mashina. Sotuvi realni zo'r bo'lyapti. Yon ko'rinishida mana ko'ryapsizlar. Realni Xitoy yorvordi desa ham bo'ladi, bor-ku. Yevropani, ya'ni Mercedes, BMWlarni logosini hisobga olmasa, nima deydi? Dizayn jihatdan, komfort jihatdan realni yorvordi. Tan olishimiz kerak. Juda ko'pchilik hali ham tan olgisi kelmayapti, lekin vaqtlar o'tib, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Xitoy mashinalariga baribir o'tiladi deb o'ylayman, ko'p ehtimol bilan. Hop. Rahmatulloh. Bu ham shuna bosib olasizmi? Hop, keyingi gibridimiz. Buni ham mana sotuv juda ham zo'r bo'lyapti, yonishlarni ko'ryapsizlar. Bizda video uzilmaganligi uchun ko'p holatlarda bir ikkita ovozlar uchun uzr so'raymiz. Bizda bilasizlar, har doim tabiiy qo'shilishga harakat qilamiz. Bu 2025-yil model Alcantara qo'shilgan, mana ichki dizaynlari Alcantara. Bularda ham sovutish, isitish, massaj tizimlari bor. Mashina ancha derski, ichki dizaynlarni ko'rsatsam. Sidina pamyatigacha mana shular sidinani ushlashi bilan sidina pamyati ham bor. Pamyatga qo'yib olsanglar. Buni eng zo'r fishkasi torpedan ko'ryapsizlarmi? Tushib chiqadi torpeda, lekin 2026-yilda torpeda tushib chiqishi qandaydir voya free bu narsadan voz kechdi. Bunisida xolodilnik yo'q, lekin ba'zi birlarga xolodilnik noqulaylik tug'diryapti, ya'ni bardachokdan kechgan bo'ladi. Dina video chiqarishlari ham zo'r. Ancha basviy chiqaradi, chunki orqada subwooferlari ham bor, mana Alcantaralari, bu taraflari yashil strochkalari bilan luklari ochiladi 2026da, lekin luklari ochilmaydigan bo'lib ketdi. Orqa dizayn ko'ryapsizlar mana. Realni zo'r mashina. O'zim haydab ko'rdim. Xudo xolasa hammamizga eng kamida shunaqalar nasib qilsin deb bitta like bosib, komment yozgan aka-ukalarimizga eng kamida shunaqalari rostdan nasib qilsin. Kompleksida hammasi ofitsialniy narsalari. Bu Voya Free'ni ofitsialniysi hisoblanadi, ya'ni O'zbekistondagi rasmiy dilleri hisoblanamiz. Shot spravka, perechesini hammasiga turadi. Hop, bu tarafda ko'rsatib o'tganimdek BYD Line narxini xudo xolasa bularni hammasini oxirida bitta to'liq etaman. Ko'ryapsizlar, hammasi byudjetli, sotuvi zo'r bo'layotgan. Elektromobil gibridlardan biri. Mana bantichalarni qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa kimdir olsa yoki sovg'a qilsa ham, mana misol uchun bantichalarni yoqib, chiroyli qilib shuna qilib topshiramiz. Forsingimiz bor bundan ham. Bu ham aka turibdimi deb juda ko'pchilik yozyapti. Albatta bor. Ko'ryapsizlar, mana bu gibridi bilan to'kligi variantini mana bu diskasida farq qiladi. Gibridini mana shu kalpaklari bo'lmaydi. Shuni ko'ryapsizlar. Bir paytlar Malibuni ham mashina deb yuruvdik-da, to'g'rimi? Albatta, Malibusi bor aka-ukalarimiz uchun bu hazil gap, lekin shu Malibu mashinalari biz ham mashinalarni ko'rib o'rganligimiz uchun mashinalar to'g'risi oddiy mashinalar qatori bo'lib qoldi. Zo'rdan ko'rinishi, kalitini olsam hozir. Hop. Uzmasdan video qo'yishi eng qiziq joyi shu-da. Ko'ryapsizlarmi? Mashina ancha derski. Pastga otgan, как sportivniy variant-da. Sportivniy, spokойный yuradigan mashina. Ruchkalari mana bunaqa ochiladigan. Bu tarafda bezramchniy, ramkasi bo'lmaydi. Ichki dizaynlarni ko'ryapsizlar mana. Oq, sochniy rangda. Oq baribir ancha bagati turadi, agar chiroyli qilib olib yursa, oqam lekin nicho. Zo'r. Xolasa
Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini narxi bilan bitta-bitta aytib chiqaman. Keyin o'zinglar uchun bilib olsanglar bo'ladi. Mashina ko'ryapsizlarmi? Ancha desk. Mana ko'rdinglarmi? Diskasi bu kalpakligi. Bu elektromobil, to'g'ri zaryadka bilan 500 km masofa bosib o'tadi. Mana bu tarafda mana bu ko'ryapsizlar. Bu oq rangi, mana bunisi diskasi mana bunaqa bo'lganligi uchun bu gibrid. Bu oq rangidan, oq va qora ranglaridan bor. Oxirgi ko'rinishlari. Mashina ancha sportivniy. Bu tarafda AMG. Bu ham sotuv zo'r bo'lyapti. Juda ko'pchilik aka-ukalarimiz bo'yicha ham aloqaga chiqishyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, buni rasrochkasi ham bor. Xudo xolasa, uni ham aytib o'taman. Xo'p, buni qisqacha informatsiyasi bor mana. Bemalol skrin qo'ysanglar bo'ladi. O'zimizning joydagi tilda aytadigan bo'lsak, 100 kilometrga o'rtacha 6 ta 7 ta rasxod qiladi. Hop, orqa ko'rinishlari. Buni ichlarini ko'rsatib o'tmayap turganim sababi Iminoy MG ni obzor qilgan joylari bor. Videoga o'tib, profilga obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa yaqinda tez orada boshqa salonlarga ham borib, o'zingizlarni qiziqtirgan mashinalarni kommentga yozib o'tsanglar, xudo xolasa shular bo'yicha ham qo'shimcha ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Hop, mana bu tarafda Forcing'ni crossover varianti, ya'ni buni yaqinda biz ofitsialniy dilerligini olamiz, ya'ni rasmiy kafolatga ega, rasmiy mashina bo'lib kelyapti. Shuni crossoveri mana. Forcing Friday. Bu to'liq zaryadka bilan 500 km yuradi, ya'ni buni gibridniy variantlari ham xudo xolasa bor. Hop, keyingi oxirgi benzinli mashinamiz MG ZS degan modeli. Bu HS ekan, bu sal navarachinroq bo'ladi, ya'ni kattaroq ham bo'ladi. Agar MG ni tushunadiganlar bo'lsa biladi. Narxlarni qaytarib aytib o'tib ketaman. Diqqat bilan eshitsanglar, narxini hammasini aytib o'taman. Aytayotgan narximdan ba'zi birlarini kelishtirsa bo'ladigan joyi bor, ba'zi birlarini oxirgi narxi bo'ladi. O'shaning uchun juda ko'pchilik noto'g'ri tushunib qolyapti. Aka, kelishtirib beraman deb aytdingiz-ku, shu bo'yicha keluvdim deb aytyapsizlar, lekin har bir narsani oxiri bo'lganida narx-navolari ham baribir oxiri bo'ladi. Ba'zi birlarda o'tish imkoniyati bo'ladi, ba'zi birlarda bo'lmaydi. O'shani hisobiga aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha ham xursand qilib jo'natishga harakat qilaman. Va обязательно o'zimga aloqaga chiqsanglar yaxshi bo'lardi. Kelib qolasizlar-da, boshqasi bilan gaplashib qo'yib, keyin aka deb aytyapsizlar, unda men aralasha olmay qolaman. Shu o'zimning salonimga kelib, kelishdan oldin telefon qilib, lokatsiyani tashlab, bemalol gaplashib olsak, yo'q, xudo xolasa sizlar aytgandaqa bo'lish ehtimoli bor. Gapni cho'zib o'tirmayman. Ushbu modelimiz HS to'liq zaryadka bilan, bu anaqa aytgancha to'liq bak bilan o'rtacha har bitta mashinada 500 km yuradi, ya'ni to'liq polniy bak bilan 500 bo'lsa, o'rtacha rasxodi 10 ta 12 ta rasxod qiladi. Chunki buni motori 1.5 turbina. Ushbu avtomobilimizning narxi hozirgi kunda 310 million narx aytamiz. Yana aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa gaplashamiz. Ko'ryapsiz. MG Европейский brend, Angliyani brendi, lekin hozir Xitoyda ishlab chiqarilyapti. Yon ko'rinishlari. Ko'ryapsizlar. Orqa dizaynlari. Buni budjetniy varianti, ya'ni bundan arzonroq varianti bor, lyuklari bor, eng anaqalari yaxshi, lyuki bor, cruise control, sitini abagrev, xullas narxi 250 million. Hamma filialda narxi bir xil bo'ladi, ya'ni 249 million 9, mana qo'shimcha ma'lumotlar. Hop, Forcing Friday modelimiz narxi 26 ming qilib beraman akalar. To'liq zaryadka bilan 500 km masofa bosib o'tadi. Orqa ko'rinishlari.
videoni shu yergacha ham ko'rgansiz, demak siz mashinaga qiziqasiz. Demak, like, obuna bo'lib, like bosib, komment yozib qo'ysangiz, undan da xursand bo'lamiz. Xo'p, keyingi forcing modelimizni narxi keladigan bo'lsak, gibrid, o'zini tokida 230 km masofa bosib o'tadi. To'liq zaryadka bilan 230, polniy bak bilan 1100 km masofa bosib o'tadi. Odam kam bo'lganligi, odam sal ko'proq bo'lganligi uchun sal gaplarga chalib qolganman. Ming bor uzr so'rayman oldindan. Har doim tinchlikda syomka qilib odam o'rganib qolgan ekan. Hozir to'g'risi ketayotgan joyim bo'lganligi uchun bir tomondan xursand bo'ldim. Nima deydi? Aka video chiqarmay qo'ydingiz-ku, ana kuni Sergeli bozorga kirsam bitta aka ko'rdi-da. Aka nima video chiqarmay qo'ydingiz dedi. Odam to'g'risi baribir odam o'zi qilayotgan harakatlaridan, qilayotgan narsalaridan nima deydi? Baribir qoniqmaydi-da, baribir meni hech kim ko'rmasa kerak. Chunki 1 million ta obunachisi bor ham xuddi mana shu gaplarni gapiradi-da. Men unchalik hali harakat qilayotganim yo'q. O'shanga to'g'risi aka ne video chiqarmay qo'ydingiz dedi. Odam bo'lib ketdi. Demak, meni ham ko'rayotganlar bor ekan-da. Demak, shuning uchun nimadir chiqarib turishim kerak tez degan anaqa bo'lib qoldi-da. To'g'risi vaqtim bo'lishi bilan release qo'yayapman aytgancha. Release chiqyapti, sразу release'ini qo'yayapman, lekin qo'ldan kelgancha Xudo xolasa to'liq videolarni ham qilishga harakat qilaman. Xo'p. Keyingi avtomobilimiz, buni narxini aytdim. Hop. BYD Sealine'imizni narxi keladigan bo'lsak, to'liq zaryadka bilan 605 km masofa bosib o'tadi. Eng full pozitsiyasi buni 5 xolodilnik, 5 hidoblari ham bor. Uning narxlari sal arzonroq. Buni narxi 30.500 deyapmiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Ko'ryapsizlar, mashina ancha derski. Bu ofitsialniy Voya. Butun O'zbekistonda qayerda sotilsa, Voyani ofitsialniy dilari bizning Sergeli filialimiz. Hamma joyda bir xil narx sotiladi. Ya'ni 40.500. Buni ham oxirgi pakanelari qolyapti. Bundan keyin menimcha kiradimi, yo'qmi? To'g'risi hozircha ma'lumotim yo'q, lekin 2026-yil modellari kirish ehtimollari bor. Lekin bu ham ancha derski. Narxi 40.500. O'zini zaryadkasida 260 km, to'liq zaryadka, ya'ni polniy bak bilan 1200 km masofa bosib o'tadi. Bu tarafda Dipalimiz o'zini zaryadi bilan 230 km, polniy bak bilan 1200 km masofa bosib o'tadi. Bu avtomobilimizni, ya'ni gibridimizni narxiga keladigan bo'lsak, $43.000 deymiz. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yanada chegirmalarni qilib berishga harakat qilamiz. To'g'ri, buni full varianti ham bor, lidari bor, qo'shimcha nima deydi? Yana qo'shimcha bitta motori bor, u tezroq yuradi. Mabodo sizga shu narsalar uchun $7.000 qo'shishga tayyor bo'lsangiz, o'shani olganingiz ma'qul. Lekin lidarlari ham hali O'zbekistonda ishlayotganini men ko'rmadim. Bu tarafda hop, Imhero. Shu avtomobilimiz ham hamma joyda narxlari bir xil. 68.500 deymiz. Xudo xolasa buni ham aloqaga chiqsanglar, qiziqqanlar bo'lsa, kelib bemalol test drayvlarni qilib narxi bo'yicha batafsilroq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Bu yerda Rockstarlarimiz 57 minglik variantlaridan bor. Oqa seriyasi zapaskali variantlari ham bor. Buni xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, yanada batafsilroq ma'lumot beraman. Hop, okalar, hozircha narx-navolarni tanishtirish videomiz mana shu narsalardan iborat. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rdingizmi? Demak, sizda mashinaga qiziqish bor. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa sizga albatta bu narsa tekin, lekin bizga qancha like ko'p bo'lsa, qancha komment yozuv bo'lsa, qancha prosmotr ko'p bo'lsa, ko'proq ma'lumot berishligimiz o'zimizda qiziqish yanada uyg'onadi. Buni ko'pchilik biladi. YouTube O'zbekiston uchun bir tiyin pul bermaydi. Buni hech qanaqa okaga like bossam, komment yozsam boyib ketadi degan fikr bo'lmasin. Bunga hech qanaqa daxli yo'q. Prosta bizga maroqli. Sizlardan bitta like va
komment kutib qolaman. Akalar, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar. Xudo xolasa yaxshilikda ko'rishaylik. 2026-yil hammamizga xayrli va barakotli yil bo'lsin. Eng kamida mana bu Roxlardan olib haydash hammamizga nasib qilsin. O'zim ham elektromobil sotganim bilan hali o'zim ham elektromobil olganim yo'q. Chunki hammada o'zining byudjeti bor, hammaning o'zining hisob-kitobi bor, hammaning o'zining rasxodlari bor. Eng kamida menga ham shunaqa mashinalar nasib qilsin va ko'rayotgan sizga ham Xudo xolasa nasib qilsin. Kuzatishni davom etinglar. Xudo xolasa 2026-yilda kumush knopkalarni olaylik. Ya'ni 100 mingtadan olsak, kumush knopka beradi. Xudo xolasa o'shalarni olib birgalikda nima deydi, yonma-yon turib, Xudo xolasa birgalikda nishonlash nasib qilsin. Men kuzatishni davom etinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Mabodo siz doimiy YouTube ko'rish ehtimolingiz kamroq bo'lsa, profilga shunday o'tsangiz, blackcard.uz shunday ustiga bossangiz yoki blackcard.uz deb tersangiz, bizning har xil ijtimoiy tarmoqlar kelib chiqadi. U yerda tuning sohasi bor. Instagram, Telegram, hamma ijtimoiy tarmoqlar bor. Bemalol qulayroqga o'tib olib, obuna bo'lib kuzatsanglar bo'ladi. Okalar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Yaxshilikda ko'rishguncha. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.